Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Shinam maskanning eng ishonchli hamkorlaridan biri bo'lgan gilam zavodlarining orasida o'zini sifati bilan ajralib turadigan Jizzax viloyatidagi Elmas gilamlar zavodiga yetib kelganmiz. Sirojiddin aka bilan birgalikda gilamlarning to'qilish jarayonini ko'rib chiqamiz. Ketdik aka. Sirojiddin aka hamma biladi, gilam o'zi ipdan to'qiladi. Lekin ipni o'zi qanaqa tayyorlanadi? Tayyor bo'lgungacha qanaqa bosqichlardan o'tadi? Mana bu hammaga qiziq. Hozir ipni ishlab chiqarish bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Iplar o'zi aslida mana shu qopda keladigan granulalardan ishlab chiqariladi. Granulani mana shu bochkasi bor. Bochkaga solgandan keyin bu tortib oladigan joyi bor. Bu bochkadan tepaga tortib olib, qizdirib eritadigan joyi bor. Shu joyda buni eritiladi. Hozir uni ham ko'rib chiqamiz, eritadigan joyini. Granula o'zi nimadan tayyorlanadi? Granula o'zi neftdan tayyorlanadi. Neftdan? Ha. Bu o'zimizdami yoki chetdan olib kiradi bu narsa? O'zimizda ham, Turkiyadan ham keladi. O'zbekistondan ham, Turkiyadan ham olib kelinadi. Hozirgi bochkadan granulalar mana shu bunkerlarga tortib olinadi. Bundan keyin pastda pechi bor, pechga o'tkaziladi. Unga hozirgi oq granulalar 97% ni olsa, 3%ga mana qora granuladan qo'shadi. Bu ham granula, to'g'rimi? Ha, bu ham. 97% oq, bu 3%, o'lchi 100% bo'ladi, bitta rang hosil bo'ladi. Hozir pastdagi jarayonni ko'ramiz. Mana shu bunkerdan kelgan granulalar pechga o'tkaziladi. Mana bu shu pechda qizdirish natijasida eritiladi. Bu necha gradusda isitiladi, eritiladi? Bu kunning havosiga qarab turib 240 gradusdan 420 gradusgacha qizdirish natijasida eritiladi. Bundan keyin suv o'tishga o'tadi. Mana hozirgi pechda granulalar eritilgandan keyin mana shu tepa jarayonida teshiklar bor. Bundan tolalarga ajratilib, mana shu qismida ham suv o'tib tushiriladi. Sovutib. Bitta bu granula tolaga ajratilgan holati shu, to'g'rimi? Bitta sonini bilsa bo'ladi, necha tola bor bitta? 144 ta tola bor. 144 ta. 144 ta tola bitta tolani hosil qiladi. Hammasi umumlashib bitta bo'ladi. Bitta mana shu ipni ishlab chiqarishni mana shunaqa katta stanok kerak bo'ladi. Lekin bu tayyor bo'ldi degani emas. Hozir qolgan jarayonni ko'rib chiqamiz. Tayyor holati emasmi hali? Yo'q, bu bilan gilam to'qilinmaydi hali. Yo'q. Ha. Bu qolgan jarayoni bor. Hozir bu holatda uzilib ketadi, to'qib bo'lmaydi. Men tayyor holati deb o'yladim. Hozir qolgan jarayonni ko'rib o'tamiz. Bu stanokimiz 144 ta tolani umumiy qilib bitta tola tashkil qilib berdi. Ana o'sha tolalarni bir-biriga jips holatda qilib mustahkamlab beradi. Mana shu o'ralish natijasida mana bu bir-biriga jips bo'lmagan holat. Bu uzilib ketish ehtimoli bunda juda ham ko'p uzilib ketadi bunda. Buni stanokdan keyin mana iplar jips holatda bo'ladi. Mana mustahkam holatda. Mana shu stanokdan chiqqan holat. Ha, mana shu stanokdan chiqqandan keyingi holat bu. Bundan keyin o'sha gilam to'qishga o'tiladi. Bu gilamni chetiga qo'yiladigan o'sha popu, mana shu kichkinagina stanok shu popuni to'qib beradi. Mana bu palatnoya, kichkina qismidagi palatnoya hozirgi ipdan to'qiladi. Hozirgi ip. Ha, mana bu popusi bu poliesterdan bo'ladi. Buni ipi Turkiyadan tayyor holatda keladi. Aha. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Shu ustidagi bir qator hammasi rangi boshqacha yaltirab turibdi. Bu poliester Turkiyadan keladi. Bundan pastidagi hammasi hozirgi o'zimizda ishlab chiqarilgan iplar. Tepasidagi o'sha boyagi ko'rsatganingiz qattiq qismi, to'g'rimi? Ha, popusi yaltiroq, poliester. Chiroyli yaltirab blesk berib turish uchun shunaqa poliester ipdan foydalaniladi. Rozdin aka, bitta qanaqa jarayon ketyapti? Iplarning rangini ko'rishingiz mumkin, oldingisiga qaraganda farq bo'lyapti-da. Ancha ochiq ekan. Bular zamin iplar deyiladi. Mana shu ipni o'rniga baklashga ishlatilishi mumkin ayrim joylarda. Ha, mana bu zavodimizda bu iplar ishonchli, yaxshi sifatli Xitoydan olib kelinadi. Mana bu holatda Xitoydan keladi. Uchtasi bitta o'ramni hosil qilish uchun bu stanokda foydalaniladi. Ya'ni bittadagi ikkita rulondan tola olinib, 3 tadan 5 tagacha, 3 tadan 5 tagacha. ha, mana bitta tola hosil qilinadi, kichkina o'ramlarga o'rib olinadi. Bu kichkina o'ramdan keyin katta o'ramga 700 tadan 2400 tagacha mana shu ip katta o'ramga o'tkaziladi. Ana undan keyin u katta o'ramdagi ip stanokka qo'yiladi.
gilamni orqa tomonini o'zligini ushlash uchun jutga yoki paxtaga qo'shib to'qiladi. Mana shu ko'rayotgan iplarimiz bu paxta hibi Turkiyadan keladi, o'zimizda ham ishlab chiqariladi. Bu tomondagilar jut bo'ladi bular. Jut. Bu Bangladeshdan keladi. Bu iplar gilamni orqa tomoni uchun to'qiladigan, to'qilishda ishlatiladigan iplar. Mana shu iplarni hozirgi ko'rgan ipimiz zamin ushlab turadi shuni. Shularni asos hisoblanib Buni asosi hisoblanadi. Shu ushlab beradi. Unda birinchi ko'rgan granuladan tayyorlangan iplarimiz nimaga mo'ljallangan? Ularning vazifasi nima unda? U iplar polipropen iplar gilamni ustini to'qib beradi. Ustki qismi. Ustki qismini. Bo'ldi, tushunarli. Biza ko'rib turadigan holatni to'qib beradi ustidan. Demak, gilamni ustida ishlatiladigan iplarning hammasi o'zimizda ishlab chiqariladi. Yo'q, hammasi ham emas. Poliesterlar Turkiyadan keladi. Yaltiroq beradigan iplar u Turkiyadan keladi. Polipropen faqatgina bizda ishlab chiqariladi. Xitoydan olib kelingan o'sha zamin iplarimiz katta rulon holatga kelgandan keyin stanok shu joyda joylashadi. U mana bu jutlar bilan ikkalasi gilamni orqa tomonini hosil qilib beradi. Ya'ni o'sha palatnoyini. Mana bu yerda kelib ko'rishingiz mumkin. Jut, jut bu yo'nalish bo'yicha keladi. Shu jutni o'rnida boyagi ko'rgan paxta hibi ip ham ishlatiladi. Hozir bu stanokimizda jut ishlatilyapti. Xitoydan kelgan ipimiz esa bu yo'nalish bo'yicha keladi, zamin. Va mana shu gilamni orqa tomoni mana shu palatnoyini hosil qiladi. Zamin mana shu jutni orasidan ilon sifat o'tib, gilamni orqa tomonini ushlab beradi. O'ynab ketmasligi uchun. Demak, jutni, paxtani. gilamni orqa tarafi ikki xil mahsul ishlashi mumkin ekan, jut bilan paxta. Xo'p, endi savol, qaysi biri yaxshiroq? Ikkalasi ham bir xil xizmat qilib beradi. Faqatgina paxtani orqasi oppoq chiqishi uchun ishlatiladi. Jutda sal to'qroq chiqadi. To'qroq. Faqat rangida farq bo'ladi. Faqat rangida farqi, sifat lekin bir xil bo'ladi. sifati bir xil bo'ladi. Rozun aka, bu iplarni hammasi shu bitta gilam to'qish uchun ishlatilyaptimi? Ha, mana shu hammasi buni ichida boyagi o'zimiz ishlab chiqarilgan polipan bor, Turkiyadan keltirilgan poliesterlar ham bor. Hammasi aralash. Pastki qismida 4 xil rang, tepa qismida 4 xil rang, общий 8 xil rang bo'ladi. 8 xil rang bitta gilam uchun. Ha, 8 xil rang. Shu gilam ishlab chiqarish uchun hammasi baravarda mana shu stanok orqali to'qiladi. Xo'p, bunaqasiga hisoblaganda, eniga hisoblaganda umumiy bu yerda nechta rulon ip bor? Umumiy pastda 4 xil rang bo'lsa, har bitta rangida 1600 ta bor. 1600 ta har bitta rang. 4 xil rangi 6400 ta bo'ladi. Demak, shu yerda o'zida hozir Pastini o'zida, pasini yarmini o'zida. Tepasida ham xuddi shunaqa 4 xil rang. Har bitta rangda 1600 ta. Umumiy 6400 ta. 12 ta bor. Shunda umumiy Ha, 12800 ta bor. Bularning hammasi shu bitta gilamni to'qish uchun ishlatiladigan iplar. gap o'rnida. Bu stanok gilamni to'qiydi dedingiz. Bu shunda oxirgi etap, shundan keyin gilam tayyor bo'ladimi? Bu gilamni to'qib beradi, lekin etap tugamaydi. Bundan keyin yana davomi bor. Hozir yana ko'rib o'tamiz. Bo'ldi. Gilam to'qib olingandan keyin mana shu stanok yordamida gilamni sifati boshqatdan ko'zdan kechirib tekshiriladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Har bir joyi boshqatdan ko'rib, sifatlari tekshirib chiqiladi. Bundan keyin kley apparatimizga o'tadi. Mana bu kley apparatimiz. Har bir gilam hamma zavodlarda to'qib olingandan keyin orqa tomoni kleylanadi. Bu kleylanmasa bu material bo'lib qoladi, ishlatib ham bo'lmaydi. Bu kleyning natijasida gilam yanada mustahkam bo'lib, uzoq yillar davomida bemalol yuvib ishlatishga yaxshi bo'ladi. Kleylash jarayonini asosiy qismlaridan bitta joyi shu. Mana shu bachokida kley bo'ladi. Mana shu barabarlar yordamida aylantirib gilam oldinga keltiradi va shu jarayonning o'zida gilam kleylanadi. Kley suriladi o'sha. Bu orqa tomon palatnoy qismiga surtiladi. Surilishidan maqsad nima? Surishdan maqsad shu hozir aytib o'tganimdek gilamni qattiq mustahkam qilish uchun, baquvvat qilish uchun. Bo'lmasa gilam materialga o'xshab qoladi, ishlatib bo'lmaydi. Xo'p, kley suriladi dedingiz. Bu kley qatniki o'zimiznikimi?
Yo'q, bu maxsus kley Turkiyadan olib kelinadi. Turkiyada ishlab chiqariladi bu kley. Hozir bundan tashqari yana boshqa jarayonlar bor, to'g'rimi? Ha, bundan keyingi jarayonga o'tamiz. Sirojiddin aka, mana kley suriladi oz, lekin gilam har yili yuviladigan mahsulotda. U yuvilgandan keyin mana bu kley o'zini kuchini yoki anaqasini sifatini yo'qotib, gilam yumshab ketib qolmaydimi? Yo'q, mana shuni isboti uchun hozir shu parxonaga keldik. Mana shu parxonaning ichida kleylangandan keyin bu par yordamida qizdiriladi bu. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu parxonaning ichida parlatib 120 gradus darajada qizdiriladi. Buni natijasida kley bilan gilam bitta mahsulot bo'lib ketadi. Bu yuvganda ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi, hech qanaqa zarari ham yo'q. Shuni natijasida uzoq yillar davomida Xudo xolasa xizmat qilib beradi. Demak, kley gilamga уже singib ketar ekanda, to'g'rimi? Hop, qizdirilgandan keyin mana bu baraban yordamida aylantirilib, o'sha parlarni quritib beradi. Fen vazifasini bajarib beradi. Mana oxirgi etapi bu pichoq deyiladi. Bu pichoq gilamni ustidagi ortiqcha narsalardan tozalab beradi. Gilamni tiniq qilib, ortiqcha narsalarni kesib tashlaydi. Chiqib qolgan choklari bo'lsa, to'g'rimi? O'shanaqa narsalar. Bundan keyin mana keyingi stanokimizda boshlanish etapidan gilamni nomlaridagi pechatlari yopishtiriladi. Ha, orqasiga etiketkalar yopishtiriladi. Va sразу shuni o'zida davomida koja bilan ikki chetiga koja qo'yiladi-da, sразу ayurloq qilib ketiladi. Mana shu narsa Mana bu koja ikki chetiga tikiladi, muvozanatini tekis ushlab berish uchun. Va bundan keyingisini mana ko'rishingiz mumkin. Gilamni o'zi bitta dona yoki ikkita dona to'qilmaydi-da, rulon. Bitta rulonda 30 metrgacha bo'ladi umumiysi. Ana o'sha gilamlarni ajratib kesib chiqiladi bir-biridan. razmeriga qarab. Ha, razmeri o'zi tayyor to'qilgan fasonlari bilan ko'rinib turibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Bundan keyin popu tikish jarayoni. Mana bu ayyorlov yordamida ikki chetiga popu tikiladi. Mana bu popu tikadigan ayyorlovimiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Birinchi lenta qo'yib, keyin popu tikib beradi. Yanada sifatli ranglar tiniq chiqishi uchun. Bundan keyin o'sha gilam keyingi stanokimizda o'ralib, upakovka qilinadi, tayyor holatda bo'ladi. Oxiri upakovka bilan tugaydi. Oxiri upakovka tayyor holat bo'ladi. Zo'r. Jarayon juda ham qiziq. Xonadoningizga sifatli kavralan, gilam va doruchka qidirayotgan bo'lsangiz va eng asosiysi u birinchi qo'ldan va ishonchli joydan bo'lsin deydigan bo'lsangiz, Shinam maskan siz uchun eng to'g'ri tanlov bo'ladi.